Assalomu alaykum do'stlar. Zakinlarda suv pasayib ketgan, suv yo'q deganlar uchun mana bitta joy topib qo'ydim. Balki men o'zim oldin baliqga kelib yurgandim, hozir ataylab YouTube'ga tashlash uchun joyni ko'rgan keldim. Joyda mana ko'rib turibsizlar, suv yaxshi. Chuqurligi 1 metrdan oshiq bo'lishi kerak albatta. Suv normal. Pas yaxshi suv. Bitta rosa o'qiganmiz oldin. Hozir yana suv ko'payib qopti. Bir suv tushib ketgan edi. Hozir yana suv ko'tarilib, maytlar mana chiroyli joylar paydo bo'lib qopti. Suvning mutluligi ham yaxshi. Mana joyni ko'ryapsizlar. Hozir mana shu tamashagacha yurgunimcha 4 ta joy, qarmoq tashlaydigan joy bor ekan. Mana joyni qaranglar. Bu joy Qovun-Toruz optimdan kirganda suv ombori suv chiqadi-yu. O'sha ichkariga kirmasdan unga suv ombori suv chiqadigan joyga kirmasdan to'g'ri o'tib kelganda, Namangan Ribxo'z tomonga o'tib kelganda, Namangan Ribxo'zga yetmasdan chap tomonda yo'lda bo'yida kanal ketadi. Beton kanal. O'sha kanalda orqasidagi zakin bu. Shu kanaldan bu tomonga o'tishlaring kerak. Albatta baliq ushlayman desalaring. Manatlar va shu zo'r bo'lib qolibdi. Mana qamishlar tayini qaranglar. Joy вообще klass. Manatlar qaranglar zo'rligini. Balki kelib baliq ushlaydigan bo'lib qolibdi o'zi, normalniy bo'lib. Mana joy. Joy tarib suv yo'q ekan. To'kilib ketishibdi. Zakt suv pas ekan deganlarga mana joy. Kelib o'qisalar bo'ladi. Suvda mutluligi zo'r. Lokatsiyani hozir harakat qilaman olishga, agar olasam lokatsiya tashlab qo'yaman buni ham. Ikkinchi joy Namangan Ribxo'z tomon deb yozib qo'yaman. Hozirgi ko'rsatgan zakinimdan bir 100 metr oldiga yurdim. Mana mashina yonimda turibdi. Mana yo'l tushgan makkacha zakinda oldigacha. Bu tomonlarni ham ko'rsatib qo'yay. Joylarda. Вообще klassli joylar bo'lib qolibdi. Bu joyni qaranglar. Ribxo'z suvga o'xshaydi. Men batga oldin ko'p kelardim. Batta ilonbosh, katta sazanlar bo'lardi. Mana zakinda bo'yida bunaqa yo'llar bor. Hozir ham o'shanaqa yo'l ekan. Oldin ham xuddi shunga o'xshagan yo'llar bo'lardi. Bunaqasiga ketilar. Mana. Sekin joyda oqtarib topib o'tirilaveradi. Mana bu yerda mana joy. Joy yo'q, suv tushib ketibdi, to'kilib yorishibdi deganlar uchun mana joy. Joylar qaranglar. Bunaqa shoxlarni qilib sindirib qo'ysak, yoqa-boqa yurganda xalaqit qilmaydi. Mana joy. Вообще zo'r joy. Suv Ribxo'z suvga o'xshaydi. Hozir yana mana 3 ta joy bo'lardi oldin. Hozir bor edi, shu 3 ta joyni ham ko'rsataman sizlarga. Hatta ilonbosh bilan sazan juda ko'p bo'lardi. Mana joy. 2 kishi o'tirsa bo'laveradigan. Kengligi ham keng bas ekan. Qalmoqda baliq tezda topadigan joy. Bu zak shunaqa keng joyi bor, tor joyi bor shunaqa. Necha yuradi, bu yerda keng joyi bor hozir. Batlarda rosa yurganmiz biz, o'rda qilib. Haligi bekorchi paytimda faqat baliq o'g'ga bor chiqib yurgan paytimda batlarda ko'p yurganman. Sizlarga ko'rsatkim keldi. Mana joy, yana bitta. Mana yana bitta joy. Joylar qaranglar zo'rligi. Maytlardan ehtiyot bo'lib o'tamiz. Shoxboq tikonlar bor. Xo'p, hozir mana yerda 2 ta joy bo'lishi kerak yana. Agar o'sha turgan bo'lsa, mana bitta joy. Joyda qaranglar. U pastga tushib bo'na joy. Bemalol o'tirib, stolda qo'yib, to'shakda qo'yib o'tiradigan joy ekan. O'nadan suv tushyapti Ribxo'zdan. Baliqlar ham o'ynab turibdi. Mana bitta katta joy bo'lishi kerak hozir endi. Keng joy. Mazza qilib o'tiradigan. Agar o'shanda turgan bo'lsa, mana
Keng joy. Mana joy. Mana sizlarga chiroyli lokatsiya aytdim, suv tushyapti. Suv tushayotgan joyda har doim baliq bo'ladi. Xo'p do'stlar, mana joylarni ko'rib ketyapman. Hozir ko'ryapti mana Namangandan baliqchilar kelib qolishdi. O'zimizni gruppadoshlar ekan, tanish. Shu ko'rsatib qo'ydim, u pastga tushinglar dedim, u ichkarida salqin joylar bor deb aytib qo'ydim. Mana kelib o'qib ketsalar ham bo'laveradi. Joylarga zo'r. Joylarga gap yo'q. Joylar ashi klass joy bo'lib qolibdi. U salqin daraxtlar tagida o'tirib o'qisa bo'laveradi. Kelaverasizlar do'stlar. Ovlarda omad.